Haqiqiy Koreya sifatini qadrlovchilar uchun Hyundai Santa Fe avtomobili 2020-yilda ishlab chiqarilgan 7 ta o'rindiqli 205 atmosferniy dvigatel bilan jihozlangan 4VD, ya'ni 4 ta g'ildiragi tortadi. Bosib o'tgan masofasi probegi 40 ming kilometr. Bu eng maksimal komplektatsiyadir. Crossoverimiz faqat benzinda yurgan, xohlovchilar uchun propan yoki metan gaz o'rnatsa ham bo'ladi. Benzin tanlamaydigan atmosferniy dvigatel, texnik holatlari a'lo darajada, qilinadigan ishlar, rasxodlari umuman yo'q. Egasi yaqinda 4 ta yangi balon taqib qo'ygan ekan. Motor moyi, korobka moylarigacha alishtirilgan. Umuman rasxodi yo'q ekan mashinani. Qulaylik uchun paroklar ham o'rnatib qo'yilgan. Salon qismi akkuratni turibdi. Plastmassalari matviy holatda, qirilib ketmagan, sideniyalar cho'kmagan, elektropaket, obduv sideniya, obogrev sideniya, hamma narsasi bor. Obogrev ruля, shtatniy monitor, 3 xil rejim vождения, Eco, Normal, Sport. Panorama tom albatta bor. Klimat kontrol duxzonni, kamera 360, datchik slipih zon, xullas hamma narsalar bor, hamma narsasi ishlaydi. Orqada 3-qator bor, даже ishlatilmagan ekan, sideniyalar ko'tariladi, elektropaket, bagaji ham. Crossoverimizni kuzovi 100% toza holatda, kraska tegmagan, qirilgan joylari yo'q. Bemalol xohlagan ustalarga borib tekshirtirib olishingiz mumkin. Xullas, katta oilalar uchun olib haydashga tayyor 7 ta o'rindiqli crossover. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $24,700. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.